Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Kuningiz bugun xayrli, barakatli bo'lsin. Inshaalloh bugun Xudo xolasa sizlarga Buxoro qadimiy muzeylarini nelarni ko'rsatib boraman. Bemalol ko'rib boraverasizlar. Shuningdek xizmatlarimiz bor, tavsiya xizmatlari bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. 11-asrda qurilganda. Sizlar Xorazmdami? Ha, biz Xorazmdan. Xorazm shoh. Nimasi biza hozir men kursga boraman-da tarixdan. Aha. O'sha Xorazm shohni biza nima o'rganyapmiz. Ha. Shu kimlar egallagan. O'sha payt Xorazm shoh ko'p nimani egallagan ekanda yerni. Ha, yerni. Ha. Ha, Xorazm shohi egallagan. Ko'p yerni nima qilgan Xorazm shoh. Bu yerlar nima bo'lgan? Bu yerdami? Ha. Bu yer shu 4-asrda bizada Siyovushxon, Eronlik Siyovushxon kelib arkni qurgan. 4-asrda. Ark qo'rg'oni bor. Ha. Ichki saroy Amir Olimxon oxirgi amir yashagan 20-asrda. Mana bu yer Chor minor. Bizlarni 4 minorli Chor minor. 17-asrda qurilgan Chor minor madrasasi. 17-asrda? Ha, 17-asr. Keyin 18-asrda agar bilsangiz nima qurilgan. 16-asrda hozir aytaman. O'sha Hindistonda bor-ku, Toj Mahal. O'sha qurilgan. 16-chi, keyin Toj Mahaldan keyin Chor minor qurildi bizada. Bu ham madrasa bo'lgan. Har bitta ko'rsangiz bo'ladi 8 ta hujrasi bo'lgan. Hozirda 4 tasi bor. Bu tomonda 3 ta, bera 5 tasi bo'lgan. 4 tasi yo'q, qolgan 4 tasi bor. Shu hujrada o'qishganda bular vaqtida. Ha, vaqtda shu yerda o'qishgan, ha? Shu yerda o'qishgan bolalar. Faqat madrasada, qizlar esa uyda o'qishgan. Keyin o'sha 18-asrning o'rtalarida kelib o'sha qizlar keyin madrasaga o'qishni boshlagan. 20-asrlarda. Hozirda bu yerda nima qildi? Kirsa bo'ladimi ichiga yo? Yo'q, hozir ichini yopishgan, hozir. Ha, yopishgan. Ha, ha. Ular yopishgan ichini. Ana shu yer Chor minor bo'lganda. Keyin 17-asrda bu yer ana ko'rsangiz u minora 4-minorasi orqa tomonda laylakning haykali bor. Laylaklar bo'lgan, turnalar. Ana shu hovuz bo'lganda, hovuzni suvi tiniq bo'lgan o'sha payt. Keyin ana shu 20-asrda kelib suvi ifloslangandan keyin ular uchib ketishgan. Ana shunday. Keyingisiga ketdikmi? Ha, keyingisi. Nasriddin Afandi haykali bu. Ichkarida Nodir Devonbegi madrasasi. Ha. Shu Nodir Devonbegi yozmasiga bitta ko'rsataman, bitta joy bor. 15-asrda Zardushtiylik qabilasi bu yerni bosib oladi madrasani. 15-asrda. Keyin ana tepasida ko'rsangiz qushni tepasida odamning rasmi bor. Hali tepada. Ko'rdingizmi? Quyoshning ichida odamning rasmi. Bu ana shu Zardushtiylik qabilasi bosib olgandan keyin o'zini nimasini emblemasini qo'ygan.
Madrasaning tepasida. Bu madrasa har kuni soat 7da konsert bo'ladi. Qizlar nasionalniy adejdalar bilan raqsga tushadi-da ichkarida. Madrasaning ichida konsert bo'ladi. Bu tomoni Ko'kaldosh madrasasi. Toshkentda Chorsu bozorining oldida Ko'kaldosh madrasa bu. Agar bilsangiz. Bu ana shu madrasa Ko'kaldosh deydi buni. Buxorodagi eng eski madrasa ana shu. Buni orqa tomonini restavratsiya qilishganda. Orqa tomon. Ganda o'sha uyni hech kim bilmaydi. Chunki o'sha payt katta bo'lganda. Ular o'sha payt o'sha tomonda yashashgan. Umuman yashagan joylarda. Bu uylari oyoq osti bo'lmasligi uchun ular nima qilishgan o'shanda. Как hovuz bor-ku. Hovuz deydilar, hovuz deydi-ku. O'sha hovuz qurishgan esdan chiqmasligi uchun, oyoq osti bo'lmasin deb. Hovuz qurishganini eshitdim. Hovuz qurishgan, lekin suvi yo'q. Ana bu yerda choyxona banki deydi. Banklar choyxonasi bo'ladi. Ana shu. Ay, salamat. Assalomu alaykum. Mirzo Ulug'bek madrasasi. Usmon Soyabov safli. Xo'sh, Amir Temur nabirasi Mirzo Ulug'bek qurdi. Buxoroda ikkita madrasa qurgan. Eski shaharda. Mirzo Ulug'bek, ha. Keyin G'ijduvon tumanida. Buxoro shahar G'ijduvon tumanida ikkinchi madrasa qurilgan. Bu madrasa 15-asrda qurilgan. Ulug'bek madrasasi и Abdulazizxon. Abdulazizxon madrasasi 17-asrda qurilgan, lekin bu restavratsiya qilishmagan. Bu hammasi ana shu 17-asrniki. 17-asrdagi, hech nimasi hech narsa tegilmagan. Orqa tomoni shil boshlashdan u tomoni. Bu tomoni yiqilyapti ana, ko'rdingizmi? Bu ana shu 17-asrniki bu. Restavratsiya original. Buni Qo'sh madrasa deydi-da, bir-biriga qarab turgani uchun. Qo'sh madrasa. Shunday. U oldinda 3-bozor, Buxoroda 3ta bozor bo'lgan. To'qi Sarafon, birinchisi To'qi Telpak Furushon, uchinchisi To'qi Zargaron. Zargarlik bozori bu. 16-asrda qurilgan 3ta bozor. Asli 5ta bo'lgan, hozirda 3tasi bor, mavjud. Bu ana shu Karvon saroy aytganda Ipak yo'li bor. Shu ichkaridan o'tishgan. Ichkaridan o'tishgan. Karvon saroy, ha. Agar kiraman desangiz, kiring, lekin pullik, ichkari hammasi bir xil madrasalar. Keyin magazin bor. Magazinni kirish uchun pul to'laysiz-da. Shu на других не глядя, кто относится к своему бизнесу, кто во многом остается доволен своим процентом. Делали что, насколько много ты хочешь, на что готов пойти, что реально сделать можешь. Может с утра до вечера на работе мокнуть или ночью выйти на улицу и кого-то хлопнуть. А может жить и работать на два фронта и как оборотень при лунном свете обращаться волком. Chiqaring. Zindon 18-asrda qurilgan. Ichida shu 4ta
kamerasi bor, qarzdorlik kamerasi. Qarzdorlik kamerasi. Ha. Keyin u dalgovoy kamera deydi-da uni. Ha. Qarzdorlik kamerasi. Ana shu kanaxonasi bo'lgan u yerni. Kanaxona 6,5 metr pastlikda joylashgan, arqon yordamida tushirishgan odamlar. Ha. Ana shu zindon ichida bu. Ha, zindon. Hozircha shunchalik saqlanib turibdi. Hozir muzey, ha. Ha, muzey, ha. Muzey bu. Ana shu yerda qamashgan. Bu 20-asrgacha davom etgan. Keyin 20-asrdan keyin shu muzey bo'ldi-da bu. Ha. O'sha 18-asrdagi zindon ko'rinishi boshqacha edi. Ha. O'sha eski bo'lgan edi-da. Ha. Sizlarga ta'mirlaganlar, ha? Keyin buni restavratsiya qilishgan. O'zi ichi muzey. Agar ko'raman desangiz kiring. Chunki qiziqda buni ichi. Bu tomonlarda uylar hozir ham odamlar yashaydi bu yerda. Ha, bu yoqqa uylar solingan, ha? Shunday. Yine 18-asr. 18-asrda shu yerda zindon bo'lgan ekan. Qarzdorlarni qo'yganlar. Qarzi borlar shu yerga qamoqxon ekanlar. Buxoroda. Yine işleri kişilerle koyatılgan işleri yine. Yine kadimdeki kişilerle koyatılgan işleri yine. Qarzdorlar borlardı 18-asrda Buxoroda. Şu zamanın o'zlari yine. Yine shunday qamoq qiynaladi. Yine 18-asrdagi qamoq qo'yganlarni shunday deb 3-ko'zlamadan qo'yadi ekanlar. Yine chitmaklari. Yine nayzalari. Nayzalari yine. Uratılgan vajlari yine. Şöyle qiynoq qilib uratılgan vajlari yine pichoqlari. Qilichlari ham shu zamondagi ekan. Yine mıltıklarım şu zamanın mıltığı. Sekizinci asırda adamlarda 6 metre çukurlukta arqon bilan yuvarib qamoq qo'yadigan yerlar yine 6 metre. Yine az adamlar pul tashlagan bu yerga şöyle qamalib qiynalganlar haqqida duo o'qib ketadilar edi. Yine şu 6 metrelik zindon şu. Qarzdorlar şöyle qamoq qo'ygan ekanlar. Yine zindon 6 metrelik. 6 metrelik chuqurlikda. Az şöyle saqlab muzey etib qo'yibdi ekanlar. Muzey etib saqlab qo'yibdilar. İchkarilar ham unday ta'mirlangan emas. Shu zamonda shu davrdagidek bo'lib turibdi. 2015 yılda buzishdi. 2016 yilda ber bozor edi.
Ha, Tilla bozor. Tilla bozor bo'lgan, Bu ha? masjidning orqa tomonida mebelli bozor edi bizda. Ha. Keyin bu yerni buzishdi. Biron narsa topamiz deb o'ylashdi. Ha. Yerning tagidan. Ha. Keyin hammom topishgan. Hammam topishgan, ha, tegidan. Hammom, ha. Eski hammom. Ha. Naturada chiqmaydi. Masjidi Kalon deydi bu yerni. Ha, Masjidi Kalon, ha? Ha. Masjidi Kalon, Minorai Kalon. Minorai Kalon 1127-yilda qurilgan. 1127-yilda 27-yil. Stobaqo tomonidan qurilgan Minorai Kalon. Ikkinchi nomi Poy Kalon. Poy oyoq degan, uzun oyoq. Ha. Klichkasida bu. Minora ikkita vazifasi bo'lgan, o'sha azon aytganlar. O'sha namoz vaqtlari и o'sha yerdan shaharni nima qilishgan? Ko'rishganda o'sha odam. Minorai Kalon. Minorai Kalon. Keyin Minorai Kalondan keyin bizda Masjidi Kalon qurildi. Buxorodagi eng katta masjid. 1514-yilda qurilgan. Har juma kuni juma namozida 10 kishigacha yetadi-da odam ichiga. Masjidi Kalondan keyin Mir Arab madrasasi qurildi 1536-yilda. Madrasa hozir ishlaydi. Qolgan madrasalar ishlamaydi, как muzey. Ha, как muzey. Ana shu madrasada Ramzan Qodirovning otasi Ahmad Qodirov o'qigan. Mir Arab madrasasida. Asrda Amir Olimxon yashagan. Shunga Amir. Amir Olimxon. Amirxon. Amir Olimxon. Amir Alimxon. Yozgi saroyda yashagan, Storay mahosada. Ana shu yerni Ark deydi-da. Ark qo'rg'oni deydi. Buni ham ichi muzey, lekin muzeyga 20 ming ana shunday kishi bo'shi. Lekin 1,5 soat kerak aylanish uchun. Ichi katta-da. Ha, ichi katta. Qanday ana shu amirlar yashagan o'sha davrda qanday hayot kechirishgan ana shu Hammasi shuni ichida. bor. Shuni Ark deydi. 4 gektar tepadan agar qarasangiz tepadan nimani ayiq bor-ku, ayiq. O'sha ayiqni tasvirida bo'ladi. Ha, tasvirda bo'ladi, ha. Mana bu oyoqlari nimalar bo'lsa kerak ham 3 ta. Ha, 3 ta nima qo'ydimi? Ну, нактиме, tu zanishoj bachocha naktime. Zanishoj bachocha naktime. La beus bagaj sempre. Sancarımız şikayet narsa. Ah, çam bul. Canlı. Var şiş be sancar. Da mamuşa delik ne kazandı. Çam bul sesi bu değil. Bulay havuzu. En çoğu masjid ana şey. Bolloy havuzu deydi.
17-asrda qurilgan 17. Subhon Qullixon tomonidan Ha. qurilgan masjid onasi uchun qurilgan 17 Onasi uchun 12 asrda. Bu yerni Chilstun deydi. Stun bu ana bu nimalar bor ana. Ha, ustunlar. Ha, ustunlar. Aslida 20 ta stun, lekin o'sha payt Chilstun deyishgan. Bu hovuzdan agar ko'rsangiz bo'ladi. Chilstun deb daraxt ko'ringanda 40 ta bo'lib ko'ringan. Ha, havuzdan. Hovuzda. Shu uchun Chilstun deydi bu. Hmm. Xo'p, hovuzni tepasi degani Boloy hovuz, hovuzni tepadagi masjid deydi. Ha, ha. Boloy hovuz masjidi ana shu. O'sh tepalarida ana shu hammasi bu jerevyanida yog'ochli ishi. Ha. Masjiddan keyin kichkina minor qurilgan. Ana bu minora. Bu yerda azon aytishganda o'sha payt. Ha, o'sha payt mana shu. Ha. Bu ichkarisi faqat namoz paytlari ochiq bo'ladi, qolgan paytlar yo'q. Chunki ko'p turistlar kiradi-ku. Ha, ha, ha. Mumkin emas. Shunday bilan kiradi. Ha, ha. To'g'ri kelmaydi shu uchun. Hozircha Keyin agar qarasangiz ana birinchi riyat 6-daraxt original o'sha 17-asrda. Qolganlari almashgan. Ha, Restavratsiya qolganlari. qilishgan. bitta mana bu 6-da. Faqat 6-si. Ha. Zo'r joyga. Bir, 2, 3, 4, 6-si. İnşallah yine Xudo xolasa bugungi safarimizni yakunlaymiz. O'zlaringizni fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Bemalol murojaat etaverasizlar. Hammangizga rahmat.